Tak, assalomu alaykum. I'm come back. Come back. Xullas, men qaytdim. Xo'p, demak, ozgina uzush bo'lib qoldi o'rtada va endi xudo xohlasa har kunlik kontentni davom ettiraman. Endi bu o'zim uchun, misol uchun kimdir ko'radi degan xavotirim yo'q edi. Ya'ni xavotir qaysi ma'nodaki, kimdir ko'radi, kutib qoladi, boshqa bo'ladi degan xavotir yo'q edi. Kimdir ko'rib foyda olsa xursandman. Agar kimdir ko'rmayotgan bo'lsa ham juda xafa bo'ladigan holatda emasman, chunki o'zi 4-5 video chiqyapti. Xo'p, bugun biroz tayyorgarligim bor, har doim shunchaki gapirardim. Bugun ozgina konspektim bor. Lekin baribir asosiy fikrlarni o'zim aytaman. Bugungi mavzumiz boshqalardan tavsiya olish haqida va tavsiya olayotganda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Bu men uchun to'g'ri bo'lgan fikrlar. Balki sizning fikringiz boshqachadir, balki meni qoidalarim sizga to'g'ri kelmas va bu tabiiy holat, 100% tabiiy holat. Agar meni fikrlarim sizga yoqmayotgan bo'lsa, noto'g'ri deb hisoblayotgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Yoki shunchaki fikring noto'g'ri deb ketsa ham mayli. Xo'p, demak, tavsiya olayotganda, boshqa birovdan tavsiya olayotganda nimalarga e'tibor qaratish kerak bugungi mavzu? Xo'p. Demak, birinchi navbatda biz tavsiya olishimiz kerak bo'lgan inson bu biz qilmoqchi bo'lgan ishni allaqachon qilgan, bajargan inson bo'ladi. Tabiiyki bu 100% menimcha to'g'ri. Kimdandir maslahat olmoqchimisiz bir ishni qilish uchun, o'sha ishni qilgan insondan so'rashingiz to'g'ri, chunki u biladi, past bandini biladi, nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak, hammasini biladi va o'sha asosda tabiiyki ishini olib boradi, olib borgan, o'tgan, qanday to'siqlardan o'tgan va siz ham o'sha to'siqlarni aylanib o'tish uchun shu odamdan so'rashingiz kerak. Masalan, deylik, Toshkentdan Qashqadaryoga ketyapsiz, tajribali haydovchi bor, u biladi qayerda radar bor, qayerda chuqur bor, qayerda tezroq haydash kerak, qayerda sekinroq haydash kerak, qayerda bolalar yugurib chiqib qolishi mumkin, qayerda deylik yo'lda tuyalar o'tib qolishi mumkin, hammasini u biladi. Va tabiiyki siz o'sha yo'ldan yurmoqchi bo'lsangiz, undan maslahat so'raganingiz yaxshiroq, buni ham yo'lda yana tuyani urib ketgandan ko'ra. Shuning uchun qilmoqchi bo'lgan ishingizni avval allaqachon qilib bo'lgan insondan maslahat so'rash bu eng to'g'ri qarorlardan biri bo'ladi. Ikkinchisi, yiqilgan paytda yana qayta tura olgan odamdan so'rashingiz mumkin. Ya'ni u sizning sohangiz bo'lmasligi mumkin, lekin yiqilib ko'rgan odam. Chunki siz yangi yo'lga chiqyapsiz, tabiiyki muvaffaqiyatga uchrash ehtimolingiz bor va ana shunaqa vaziyatda, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytda nima qilish kerakligini biladigan odamdan maslahat so'rash kerak. Mayli sizning sohangizda bo'lmasin, mayli boshqa sohada bo'lsin, lekin hech bo'lmasa yiqilib ko'rib, turib ko'rgan odam bo'lishi kerak. Chunki yiqilish har xil bo'lishi mumkin, turish bir xil. Yiqilish har xil bo'lishi mumkin, turish bir xil. Iroda kerak, sabot kerak, qat'iyat kerak. Muvaffaqiyatlilar sizga ertaga aytib berishadi. Muvaffaqiyatsizliklar esa muvaffaqiyatsizlikka uchraganlar o'z tizimlarini qanday qurganlarini sizga aytib berishadi. Muvaffaqiyat ertak, muvaffaqiyatsizlik tizim. Nimaga ertak? Axir ular nimaga erishgan-ku deydigan bo'lsangiz, ya'ni yiqilmaganlar kimdir yiqilish mumkinligini ham hisobga olmaydi-da, tavsiya beraveradi. Masalan, deylik, men o'zim o'sha dars berishni boshlayotgan paytda birinchi o'quv markazimdan отказ olmasa ishga kirganman. Men bilmayman отказ olish qanaqa. Kimdir mendan kelib maslahat so'rasa, misol uchun nima qilish kerak, sertifikatim bor, dars bermoqchiman desa, unga aytadigan fikrim, bironta o'quv markaziga bor, seni ishga olishadi, ishlab ketasan bo'ladi. Chunki menda отказ olish bo'lmagan o'zimda. U borsa-da, misol uchun bironta o'quv markaz uni rad etadigan bo'lsa, masalan, joy yo'q bo'lishi mumkin, tajribaga yetarli emas deyish mumkin, har qanday bahona, har qanday sabab, bahona demaylik, sabab bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatdan u sinib qolishi mumkin ruhan va agar shunaqa vaziyatda mendan kelib maslahat so'rasa, men unga ishlashni olmayman. Chunki men отказ olib ko'rmaganman. Rad etilib ko'rmaganman ko'p masalalarda. Shuning uchun bilmayman u qanaqa bo'ladi. Ana unaqa paytda maslahat bera olmayman. Bu maslahatni olish uchun siz o'sha ishni qilib ko'rgan odamdan so'rashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun to'liq muvaffaqiyatga asoslangan muvaffaqiyat hikoyalari ketma-ket omadli tasavvurlar bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan u sizga to'g'ri kelmaydi, chunki sizning hayot unaqa omadli bo'lmasligi aniq. Oddiy misol, masalan, yaqinda futbol haqida gapiradigan bo'lsak, Abduqodir Husanov, Jahongir O'rozov, kim bilmasa, ikkasi birga o'qigan Bunyodkor akademiyasida, kursda va ya'ni o'sha bir xil sinfda o'qishgan va akademiyadan bitta himoyachi tanlash kerak bo'lganda, Bunyodkor O'rozovni tanlagan, yaxshiroq bo'lgani uchun. Ya'ni bu Husanov yomon bo'lgani uchun emas. O'rozov o'sha paytda Husanovdan yaxshiroq bo'lgani uchun, tanish bilish, pul o'ynamagan, chunki tanish bilish yoki pul masalasida Husanov ustunroq edi O'rozovdan. Lekin Jahongir O'rozov tanlangan va bu omad bo'lgan Husanov uchun, ya'ni keyin Belarusga ketgan,
Belarusiyada O'zbekiston terma jamoasida yoshlar terma jamoasi o'ynayotgan paytda Argentina bilan o'yinga Argentinani ikkita himoyachisini kuzatish uchun kelgan skautlar Husanovni ko'rib qolib olib ketishadi Lansga va Lansdan o'sha vaziyatda himoyachi juda ham zarur bo'lgan Cityga o'tib ketdi va endi City qo'rg'oniga aylandi. O'tgan yili zaxirada qolib ketish ham tasodif emas, chunki City faqatgina o'sha jarohat olgan o'yinchilar o'rnini to'ldirib olish uchun olgan Husanovni. Bu tabiiy holat. Endi o'zini asosiy tarkibni egallab oldi va bu omad hammasi ketma-ketligi, misol uchun O'rozovni olinmagani ham Husanovni omadi hattoki. Argentina bilan o'yinga skautlar kelib qolgani ham omad. Va Lansda o'yini chiqib turgan paytda Cityda himoyachilar taqchillik bo'lib qolgani ham bu omad. Ketma-ket omadiy tasodiflar. Endi kimdir borib Husanovdan Manchester Cityga o'tish haqida tavsiya so'rasa, uni hikoyasi sizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni siz Cityga o'tmoqchisiz, borib Husanovdan maslahat so'rashingiz to'g'ri kelmaydi. Chunki uni yo'li boshqa, sizniki tabiiyki boshqa bo'ladi. Shuning uchun shu gaplar muvaffaqiyatga faqat muvaffaqiyat emas, muvaffaqiyatsizlikka erishgan insondan maslahat so'rash kerak. Uchinchisi, eng asosiylardan biri, senga eshitmoqchi bo'lgan gapingni emas, haqiqatni aytadigan insondan maslahat so'rash kerak, chunki u seni xatoingni ayta oladi. Sizni yaxshi ko'rgan odamlardan, sizni hurmat qilgan odamlardan yoki eng yomoni sizni o'zidan o'tib ketishingizni xohlamaydigan odamlardan maslahat so'ramaslik kerak, chunki ular sizga xatoingizni aytmaydi, ular sizni ko'nglingizga qaraydi, ular sizga motivatsiya berishga harakat qiladi va siz xato qilishda davom etasiz. Shunaqa sketch bor edi, Ozod Shukurloyev bilan Islom Karimovni skechi Vaynda. O'sha yerda nima aytadi? Ozod Shukurloyev zo'r gap bor. Biz mana bu biznesni boshladik, do'stim bos deding, o'xshamadi. Qarz olib mana bunisini boshladik, do'stim o'xshaydi deding, o'xshamadi. Keyin kredit olib mana bunisini boshladik, do'stim yoningdaman deding, o'xshamadi. Oshna, iltimos o'xshamaydigan bo'lsa o'xshamaydi deb ayt deydi oxirida. Ya'ni shunaqa, o'xshamaydimi? O'xshamaydi. Xato qilyapsanmi? Xato qilyapsan deydigan odam kerak sizga. Chunki xato qilib keldingizmi? Bo'ldi, sal nima qil, sal ishlasang tuzalib ketadi deydigan odam hech qachon sizni rivojlantirib qo'ymaydi. Sizni xatoingizni aytmasa, u sizni rivojlantirib qo'ymaydi. Yo u sizdan qutulmoqchi, yo u sizni o'zidan o'tib ketishingizni xohlamaydi. Shuning uchun xatoingizni aniq aytib, unga yechim beradigan odamdan maslahat olish ko'proq foydali bo'ladi. Xo'p, to'rtinchisi, bu ham asosiylardan biri, sendan ta'sirlanmaydigan odamdan maslahat so'rash. Ya'ni yutsang ham, yutqazsang ham unga farq yo'q. Shunaqa odam bo'lishi kerak, siz sohangizda bo'lmasin, sizga raqobatchi bo'lmasin, sizni yaqiningiz bo'lmasin, sizga havas qilmasin, sizga hasad qilmasin, sizga umuman aloqasi yo'q bo'lgan bitta odam, chunki u sizni adekvat baholay oladi. Ta'sir yo'q, siz kuchayib ketasizmi, sinib ketasizmi, unga farqi yo'q. Unaqa odamdan maslahat olish kerak, chunki u masalan hasad qilmaydi, sizni sinishingizni xohlamaydi, yomon maslahat bermaydi. U sizga havas qilmaydi, kuchayib ketishingizni unga umuman qizig'i yo'q. To'g'ri maslahat beradi. Vaziyatni to'g'ri tahlil qilib, to'g'ri maslahat berish ehtimoli yuqori bunday odamni. Shuning uchun shunday odamlardan maslahat olish ham to'g'ri variant bo'ladi. Boshqalarchi, ana shu 4 ta toifadan tashqari boshqalarni maslahatlariga quloq solishni maslahat bermayman. Chunki ular ko'pi sizni o'zidan o'tib ketishni xohlamaydigan insonlar bo'ladi. Ko'pi siz ustingizga kulishga tayyor odamlar bo'ladi. O'sha Mirshakar Fayzullayevni subyektivdagi chiqishi juda ham to'g'ri, chunki olomon, ya'ni o'sha odamlar bu to'xtamaydigan sxema. Misol uchun bitta odam chiqib oldimi, uni o'ziga tortib oladi, o'ziga o'xshatib qo'yadi. Qilolmaysan, o'ziga o'xshatib, hamma bir xil bo'ldi. Ular keyin birga yana boshqasiga o'tib ketishadi. Keyin bunisi ham qo'shiladi. Men ham qilolmadim, sen boshlaysan. Shuning uchun boshqalarning gaplarini eshitmaslik kerak. Muvaffaqiyatga erishmagan odam sizga muvaffaqiyatni o'rgata olmaydi. Ya'ni kimdir aytishi mumkin, masalan, bitta trenerdan eshitgandim, biznes trenerdan, boks murabbiylar chempion bo'lmaydi-yu, lekin shogirdini chempion qiladi degan narsa. Boks murabbiyisida ham bor shu potensial. Ya'ni shogird chiqayapti, demak u o'zi muvaffaqiyatlisiz, u bilan o'zingizni tenglashtirmang. Ya'ni shunaqa o'zini kursini sota olmaganlar shunaqa gapi bor. Ya'ni boks chempioni, murabbiysi chempion bo'lmaydi, lekin chempion qiladi. O'zingning biznesingga o'xshamayaptimi? O'zingning ishingga o'xshamayaptimi? Darsingga o'xshamayaptimi? Nimanidir qila olmayapsanmi? Kimgadir qilish haqida maslahat berish noto'g'ri. Shuning uchun xohlasangiz meni gaplarimni maslahat sifatida qabul qilmang. Xohlasangiz meni ham eshitmang.
lekin eshitadigan toifangizni biling. Kimni eshitmoqchisiz, kim sizga to'g'ri maslahat berishi mumkin va eng asosiysi 3-moddada aytganimiz, sizga siz eshitmoqchi bo'lgan gapni aytgan odamlar sizga do'st emas, ulardan qoching. Ya'ni sizni tanqid qilmaydigan, har doim sizni maqtaydigan odamlar, xatoyingizga ham ko'zni yumib yuboradigan odamlar, ular sizni do'stingiz emas, ular siz rivojlanishni xohlamaydi yoki siz juda ham ayayni yaxshi ko'radi. Unaqa odamlar maslahat olib rivojlanib keta olmaysiz. Shunaqa gaplar. Nimaga hammadan olavermaslik kerak? Chunki maslahat tekin, hamma berishi mumkin. Oxirida aytgandim-ku deyish uchun masalan. Ana shunaqa gaplar tavsiya olayotganda, kimdan maslahat olayotganda mana shu bosqichlarga, ana shu toifalarga qarasangiz, balki yaxshiroq bo'lar. Mana shunaqa gaplar. Sizdan Komiljon bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolisa keyingi videoda ko'rishamiz.